Va? O. Attigan yana nima tayyorlab qilyapsiz? Attiganda itiz qilib, betga happat qilib yema bolam, xamir soq qo'yay. Voy, nimaga yaxshi. Bir qatim happat yudirib qo'yay sizlarga bedida. Yillar bir vaqtim bediya olmasa aplashmaydi, ha? Ha, men sog'inim xamir turg'ish olib sog'inim, keyin sog'inim ozroq tuz. Am issiq suv bilan xamir soq qo'yay. Men yug'urayotgan xamirim al nurini oshxona do'stlar. Voy, hamman dallaladik-ku. Ha, Allah o'z yuraklarni yulduzdan bir suytib, qolganini kiyimizda jumu. Beda happit qilmiz. Ha. Ha, mağmız mı? Xamir bo'g'ich betda kelmoqmiz jur. Bedlarimiz katta. Geldik. Bugün bir vaqt happatimiz batalanga bedin yavatımız mı? Bizni og'zimiz tursa, hay bolam ichi-ichi jiq tiqib qilsam, shunda qimton bo'ldi. Bir eshak bedin yavatdaymiz ha. Juysani qilib qo'yaman. Qotini? Men o'rg'on juysa bu. Oy, shuna xomay batur. Yoyayle. Kang tosha soya deyay bolam. To'g'rash başlamda. To'g'ray bolam. Chadol to'g'rab qilsa, shundoq dondan çok tatlı martu. Bedi çayını qanday chiqdi, ha? Mataloq bo'ldi, maynoq to'g'ri saqla. Mana ha, xamirim bu ketdi. Oy, bu har o'zday bo'lib ketdi bu. Maynoq bo'lsa, ang happat o'xshaydi bolam. Baladi. Xamirga biza shulchal bo'lay endi. Ma'qul. Saqla ichib katta, mushtabda. Ha. Cho'nqdim. İçiga maynoq jiq tiqib toza qilsangiz, ichidan bir rava qiyim chiqsa shunday tatlı bo'ladi. Maynoq cho'ng to'kib happat qilsam bolam. Bir ekan do'konlik bolalarım og'ash ketmamsiz, bir ekida yopoqsin xonaqo'lik turpanning bedapatlari. So'qmaymanmi? Ha. Oltin jo'g'arg'im kelgan do'stlarimiz böyle hatta so'qlaydi. Yermi? To'sti mana juma do'stlar. Quruq qozon happat qildigan ko'z qo'yma sizlarga. Mana tonunu tozladık. Endi azroqdan maylaymiz. Mana. Dadamızdami? Endi akab choplasoqli bo'ldi buni. Mana. Qatiq anda uyguning juma. Ha buldu. Choplagan ha. Üstüne bir jan qaynoq suvni qo'yib atdik. Usus 15 minut pishib ketadi endi. Balada. Osonga bu tamam. Oson ekan. Uyu. Oy, eşeği gittik bu. Başıldıqma, oxşar ketken lampolan beda bitini. Çabat attınız apa, ha? Çapatadın bolam sam çaqaya. Allah, ata. Yapaka, kana hoptu. Oxşar gitti bu böyle yaptı. Alımcan. Oturup ya, ha? Toptan küçük ekip ayırma. Abla etki. O, men bir yolu var, yolu var. Zimiya, kaçma. Çabat attınız da, ha? Bence boşa gitti. Men biraz ayımız var. Ya, dedi daha.